Vaqt yarim kechaga yetib qolgandi. Kuzning etni junjiktiradigan darajadagi sovuq havosiyu mayin shavalab yog'ayotgan yomg'ir meni parvoyimga ham kelmasdi. Chunki issiqqina mashina ichida qo'shiq tinglagancha shoshilmay uyim tomon kelardim. Bozorda ikkita kiyim-kechak sotiladigan tochkam bo'lib, ularni yopgach hisob-kitobni tugatib, sotuvchimni jo'natib, yana u yoq bu yoqni tartibga keltirib, uyga qaytgunimcha vaqt yarim tunga yetay deb qolardi. Bugun ham odatdagidek uyga qaytarkanman, ko'chamiz muyulishida yomg'ir ostida diydirab turgan ayolga ko'zim tushdi. Bir oz o'tib ketgach, to'g'risi vijdonim yo'l qo'ymadi. Biron tashvish bilan chiqqandirda bechora ayol. Bu turishda mashinani uzoq kutadi deb o'ylab orqaga qaytdim. Ayolni yonida to'xtab, "Kechirasiz, biron joyga olib borib qo'yish kerakmasmi?" deb so'radim. Ayol men tomonga o'girilganida ko'cha fonusining yorug'ida uni tanidim. "Gulzoda, sizmisiz? Tinchlikmi?" deb yuboribman. Bu ayol meni eng yaqin o'rtog'im Ahadning xotini edi. "Nima qilyapsiz yarim kechasi yo'l bo'yida? Yana yomg'irda. Tinchlikmi?" deb so'radim yana. Gulzoda bir oz dovdirab qoldi. Labini pastki qismini tishlaganicha yig'lamsirab past tovushda, "O'rtog'iz meni uydan haydab soldi" dedi. Men esa, yanami?" deb yuboribman. Gulzoda piqqillab "Ha" deb bosh silkidi. Ahad jo'ram bilan yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Bir maktabni tugatdik. U bilan juda ham qalin edik. Oilalari o'rtahol. Onasi o'qituvchi, otasi usta edi. U armiyadan qaytgach, u bilan akasiga biravakayiga to'y qilishdi. Qo'sh kelin tushirishdi. O'sha to'yda men ham bor edim. Ahadning kuyov jo'rasi edim. To'y kechasi shirakayf holda rosa davrani qizitgandik. Kelin kuyovni qayta ta'zim qildiraverib, naq jonidan to'ydirgandik o'zi ham. Ahadning otasi Karim aka juda ham og'ir, bosiq inson bo'lib, shu bilan birga pishiq puxta kishi edi. Qo'sh kelinni tushirgach, o'zi shu ikki o'g'liga ikki tomorqadan uy ko'tardi. Bir yil o'tib ularni o'z uylariga ko'chirib chiqardi. Oradan qariyb 1 yil o'tib men ham uylandim. Yana oradan 1 yil o'tib o'g'illik bo'ldim. O'g'lim 2 yashar bo'lganda yana bir o'g'il farzandlik bo'ldim. Oradan 4 yil o'tib ham Ahad farzandlik bo'lmadi. Oxirgi kunlarda men uni ko'pincha mahallamiz boshidagi bilyardxonada shirakayf holda kechqurun uchratadigan bo'lgandim. Unga "Bu nima yurish Ahad? Seni umuman tanimay qolyapman-ku jo'ra" degan gapimga miyig'ida kulgancha "Seni tushunishing amri mahol" deb gapni kalta qilgandi. To'g'risi hammasini tushunaman. Yosh bola emasman. Goh-gohida uyimizga kelganida katta o'g'limni quchog'idan qo'ymay o'tiradi. Bir kuni shu katta o'g'limni tug'ilgan kuniga o'rtog'imni aytgani uyiga o'zim bordim. Darvozasini ochib Ahadni chaqirgancha hovliga kirib borsam, uy ichida qiyomat qoyim bo'lib yotibdi. Ahadning xotini uy ostonasida izillab yig'laganicha, qo'lida ro'molni tutganicha turibdi. Uy ichida jo'ram bo'ralab so'kinganicha xotinini kiyimlarini u tomonga itqitib, "Yig'ishtir lashlushlaringni, yo'qol ket, menga qisir xotin kerakmas" deya tinmay baqirardi. Nima qilishimni bilmay turgan joyimda qotib qoldim. Bemavrid kelgan edim. Taqimiga tushadigan sochlari yoyilib ketgan Gulzoda men tomonga qaradi. Vo ajab, uni endi birinchi marta yaqindan e'tibor qilib ko'rishim edi. Yuzlari sutga chayilgandek oppoq, ko'zlari katta-katta, qalin qayrilma kipriklari hozir uchishga shaylanayotgan kapalakning qanotlaridek tinmay pirpirardi. Qoshlarining qoraligini-chi, ro'mol tutgan uzun nozik barmoqlari tinmay titrardi. Bir muddat ko'zimni uzolmay turib qolibman. Uning menga bergan salomidan o'zimga kelib, "Siz oshxonaga boravering, bir achchiq qilib choy damlang" dedim-da, o'zim Ahadning oldiga kirdim. Ahad meni ko'rib pishqirganicha jim turib qoldi-da, keyin norozi ohangda "Nega kelding?" deya to'ng'illadi. Yaqin jo'ramni shunchaki bir sog'inib keldim. "Yo, shu ham mumkin emasmi?" deya men ham to'ng'illadim xafa bo'lgandek. Xullas, o'sha kuni uni ba'zor tinchlantirib, "Bunaqa masalani baqir-chaqirsiz, el yurtga sharmanda bo'lmay tinchgina hal qilish kerak" deb ko'ndirgandim. Keyin bilsam, bunaqa mashmashalar ularning oilasida birinchisi emas ekan. O'shanda rostakamiga o'rtog'imga ich-ichimdan achingandim. Unga ham oson emas. Keyingi kunlarda sinfdoshlar bilan qiladigan yig'ilishlarimizga qo'shilmay qolgandi. Hammamizda 2-3tadan farzand bor, bir Ahaddan bo'lak. Shu voqealar hozir yomg'irda evib turgan Gulzodaga qarab turganimda hayolimdan o'tdi. Es-hushimni yig'ishga harakat qilib, Gulzodaga qarata "Ha, o'tiring qani mashinaga, hozir biron ilojini qilamiz" dedim. U itoatkorona orqa o'rindiqqa o'tirdi. Shundan so'ng u tomonga o'girildim. Bechora labini qattiq tishlaganidanmi, yo sovuq qotganidanmi, labining chekkalari sal ko'karibdi. O'zi esa tinmay titrardi. Men zudlikda mashina pechkasini yoqdim. Keyin unga qarab, "Qayerga hayday mashinani? Qayerga ketayotgandingiz?" dedim. U Najot bilan menga boqib, "Uyimizga ketmoqchi edim" dedi. Men unga "Yarim kechasi-ya, uydagilaringizga keyin nima deb tushuntirasiz" dedim.
Uning ko'zlariga birdan yosh quyilib keldi. Bo'ldi, ajrashamiz. Boshqa chidolmayman. Xohlamayman dedi. Men unga, "Xo'p, ertaga borarsiz ota uyingizga. Hozir o'z uyingizga yuring. Men Ahad bilan o'zim gaplashaman" deya mashinani o't oldirdim. U esa, "Yo'q, kerakmas. Endi ikki dunyo bir bo'lsa ham boshqa uyga qaytmayman. Bo'ldi, yetar. Ortiq bardoshim yetmaydi. Siz oshnangizni bilmaysiz. Boshqa chidolmayman. Ajrashamiz. Tamom vassalom. Iltimos sizdan, meni biron taksiga o'tirg'izib yuboring. Ota-onamning uyiga boraman" dedim. Gulzodaga qarab turib, hozir yarim kechasi qo'shni shaharda yashaydigan ota-onasinikiga yig'lab borsa keyin nimalar bo'lishini tasavvur qildim. Erini uyiga ham bormayman deyapti. Lop etib xayolimga meni bir xonali domim tushdi. O'sha yerga olib borsam-chi unda. Ertalab keyin ota-onasinikiga ketaveradi yoki hovuridan tushib erining oldiga qaytadi. Fikrim o'zimga ma'qul kelib mashinani o't oldirdimda jimgina haydadim. Dom oldiga yetib kelib Gulzodaga yuring dedim. Gulzoda mashinadan tushdi. Meni podyezdga kirib ketayotganimni ko'rib hayron bo'lib taqqa to'xtadi. "Qayerga keldik?" dedi ko'zlari javdirab. Men unga, "Yuring, shu yerda meni bir xonali uyim bor. Ertalabgacha shu yerda qoling. Ertalab keyin ketaverasiz xohlagan joyingizga" dedim. U bir necha soniya o'ylanib turgach, keyin ortimdan ergashdi. Ikkinchi qavatdagi meni uyimga ham kirdik. Uy sovuqroq edi. Elektr pechkani yoqdim. Gulzodaning usti boshi tamom jiqqa ho'l edi. Unga, "O'zingiz bilan biron boshqa kiyim olganmisiz?" deb so'radim. U esa hijolat tortib yo'q dedi. Oshxonaga o'tib choy qo'ydimda shifonyerni ochib o'zimni yumshoq xalatimni chiqarib berdimda, "Mana buni kiyib oling, bo'lmasa kasal bo'lib qolasiz" dedim. So'ng oshxonaga chiqib ketdim. Bir pas o'tib xalatni kiyganicha Gulzoda oshxonaga kirib keldi. Qo'limdagi choynakni ko'rib, "Menga bering" deya qo'limdan olib choy damlashga kirishdi. Yuqoridagi bufetni ochib, u yerdan pista bodom solingan likopchani olib stol tomon qayrilayotganimda bexosdan Gulzodaning kiftiga urilib ketdim. U ojiz ingrab yubordi. Uzr so'rab hayron bo'lgancha unga qaradim. Gulzodaning chiroyli ko'zlari yoshga to'la edi. "Qattiq tegib ketdimmi? Kechirasiz" deya uzr so'ragandim. U darrov bosh silkigancha, "Yo'q, bu siz emas" dedi ko'zini yerga tikib. Bu nozik qizga qararkanman unga shu darajada rahmim kelib ketdiki, nahot erkak kishi shunday nozik niholga qo'l ko'tara olsa, urdimmi deb so'radim, g'azabimni ichimga yutib. U indamay bosh silkitar ekan, yuzlarini berkitgancha yig'lab yubordi. Uni yig'idan silkinib ketayotgan yelkalaridan tutib ohista bag'rimga oldim. Qo'lim yelkalariga tegib, u yana bir bor og'riqdan titrab ketdi. Chap yelkasini yoqasini asta tushira boshladim. Gulzoda "Yo'q" deya o'zini orqaga tashlamoqchi bo'lganda men "To'xtang" deb qo'ymadim. Uning chap yelkasi qo'li aralash ko'karib ketgandi. Mast alas gungurusdek Ahad ko'z oldimga keldi. Bu nozik qizni nimasini urarkan deya g'azabim qo'zidi. Yig'layotgan Gulzodaning yelkasini yopib uni tinchlantirmoqchi bo'lib, "Bo'ldi, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi" deya quchoqlab yupatmoqchi bo'lgandim. Qo'lim uning orqa kuragiga tekkanida ham og'riqdan sapchib ketdi. Meni bo'larim bo'ldi. Ahadni shu darajada yomon ko'rib ketdimki, "Yashashni xohlamaysanmi? Ha, tinchgina javobini ber. Nima qilasan itday qilib urib?" O'zim shu vaqtgacha biron marta xotinimga qo'l ko'tarmagandim. Ayol kishi ojiza narsa. Uni ko'chadagi it ham tishlay oladi. Erkak shu ojizagaga teng keladi. Demak, u erkak emas deb hisoblardim. "Doktorga olib boraymi?" deb so'ragandim. Gulzoda yig'idan to'xtadi-da meni ko'zlarimga qaradi. Unga qarab turib, "Mana hech ko'zimni uzolmayman." Chiroyli ko'zlari yig'idan yana ham chiroylilashib ketgandek. Uzun qalin kipriklari ko'z yoshidan bir-biriga yopishib yana ham qalinlashib ketgandek. Ertalab u bilan birga choy ichdik, nonushta qildik. Keyin men uni uyigacha taksiga o'tirg'izdirib kuzatib qo'ydim. Bu voqea ko'p vaqt meni esimdan chiqmay yurdi. Oradan bir oy o'tib Ahad xotinini olib kelganini eshitdim. Yuragim uvushib ketdi. Ularni endi ajrashib ketishadi deb o'ylagan edim, yo'q. Xotini uyiga ketgan mahali homilador ekan, keyin bilishibdi. Buni eshitib Ahad qo'yarda qo'ymay xotinini uyiga olib kelibdi. Gulzodaning homiladorligini eshitib bu safar yuragim to'xtab qolay dedi. Nahotki o'sha tundan keyin bu o'y xayollardan jinni bo'lib qolay derdim. Xayolim parishon bo'lib qoldi. Xotinim meni bu holatimni ko'rib, "Dadasi, biron yeringiz og'riyaptimi? Bir doktorga bormaymizmi?" deb xolajonimga qo'ymay qo'ydi. "Hammasi yaxshi. Ishimda ozgina problemalarim bor" deya oxiri tinchlantirdim. Oradan 2 oy o'tib Ahad tug'ilgan kuniga uyiga chaqirdi. "Oshna, borolmayman, zarur ishlarim bor. Shuni sal oldinroq aytmabsan-da" deya bahona qilib ham qutula olmadim. Bormaganimga qo'ymadi. "Nima bu? Muncha o'zingni tortadigan bo'lib qolding? Yo, puling ko'payib endi bizdaqalarni pisand qilmay qo'ydingmi?" deb biroz saginayam qildi. To'g'risi oyog'im tortmaydi. U yerga borsam Gulzodani ko'raman. Hali hanuzgacha o'sha tunni unutolmayman. Keyin Ahadning yuziga qarashga vijdonim qiynaladi. Yaqin oshnam edi. Men xato qildim. Katta xato. Ahadning ko'zlariga qarashga jur'atim yetmaydi. Bu juda ham og'ir men uchun. Yetmagani xotinini bexosdan homilador bo'lib qolgani o'sha tundan keyin. Oshnamga bir necha marotaba bo'lgan ishlarni aytmoqchi ham bo'ldim.
Uni birda qidirib biletxonaga borganimda uni topolmadim. Shu yerdagi yigitlar uni anchadan beri bu yerga kelmaganini aytishdi. Qo'ng'iroq qilib chaqirdim, keldi. Ko'zlari chaqnab kulib turibdi. Hayotdan mamnun ekanligi yaqqol sezilib turardi. Uyga kelavermadingmi? Nega bu yerga chaqirding deb so'radi. Men qitay qilaylik deb seni chaqirdim-da, menga sheriklikka desam, yo'q oshnam, bo'ldi, yetar. Tavbamga tayanganman endi. Bu narsani mendan so'rama dedi cho'rt kesgancha. Hayoti iziga tushgan jo'ramni hayotini yana barbod qilishim mumkinligini o'ylab damim ichimga tushib ketgandi. Tug'ilgan kunga ham bordim. Gulzodani ko'rdim ham. U esa xuddi hech gap yo'qdek tutdi o'zini. Yuzlari sal to'lishib, qorni ham bilinib qolibdi. Ozroq o'tirib oshnamga uzrlar aytgancha ketmasam bo'lmasligini, chindan ham o'ta zarur ishimga oid muammoni shu bugunoq hal qilishim lozimligini tushuntirib, xayrlashib chiqdim. To'g'risi hech qanday ishim yo'q edi, lekin u yerda ortiq o'tira olmadim. Yo'l-yo'lakay mashinani to'xtatib, do'kondan bir aroq sotib olib, mashinamga qaytib o'tirdim. Ko'nglim kimsasiz bir joyni, yolg'izlikni istayotgandi. Mashinamni haydab uncha uzoqda bo'lmagan soy bo'yiga bordim. Bahorning kechasida osmon juda musaffo bo'lib, yulduzlar yana ham yorqinroq ko'rinardi. Soy bo'yida ancha qolib ketdim, uzoq fikrladim. Bir narsani oxiri tushundim. Men Ahadga u voqeani ayta olmayman. Mayli, shu baxtliligicha qolaversin. Men boshqa u voqeani eslamaslikka qaror qildim. Shunday qilsam, hammaga yaxshi bo'lar ekan. Gulzoda ham shuni xohladi. Shu qarorga kelib uyga ketish uchun mashinamni o't oldirganimda vaqt har doimgidek yarim tundan oshgan edi. Mening qadrli tinglovchim va aziz muxlislarim, har doimgidek qissadan hissa chiqarishni o'zingizga havola qilib qoldiraman. Bu voqeada men kimnidir ayblab gunohkor ham qila olmayman, zero men o'zim ham bir gunohkor bandaman. Aybsiz faqat Xoliq yaratgan egam. Sizlardan kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman.